Assalomu alaykum. Rohila opa bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz opajonim, sog' salomatmisiz? Salomat bo'ling opajon. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz adashmadikmi? Sizni bugungi tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Bugungi kun siz uchun Alloh taolo tomonidan hadya etilgan yana bir imkon, yana bir barakali sahifa. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Yaratganning panohida bo'ling. Sihat, salomatlik, oilaviy totuvlik va qalb osoyishtaligini tilab qolamiz. Alloh har bir kuningizni yana shu kabi chiroyli, nurli va duoli qilsin ilohim. Salomat bo'ling. Albatta o'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi va shu loyihani boshlovchisi Donaxon bo'laman. Albatta bugun bizning loyihamizga bir yaqin insonlaringiz tomonidan chiroyli bo'lgan tabriknoma adres xollari yetib kelgan. Shu o'rinda bir savol berib o'taman. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi yaqin insoningiz bo'lishi mumkin mana shunday chiroyli bo'lgan tabriknoma adres xollari egasi? Yana kimlar bo'lishi mumkin? Yana kimlar? Yaqinlashyapsiz? Atam. Albatta, juda ham to'g'ri. Sizni bugungi ayyomlari bilan chiroyli tarzda tabriklab, qol so'zini chiroyli tarzda aytgash niyat qilgan insoni bu albatta otajoningiz Ahmadjon aka bo'ladilar. Ilohim barcha yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring va ularga o'z hamrohligida onajoningiz Oyjon opa nomlaridan, turmush o'rtog'ingiz Oxunjon aka nomlaridan, farzandlaringiz Guli Hayom, Muhammad Yusuf, Xadija Bono nomlaridan, qaynonajoningiz Fatima opa nomlaridan, barcha yaqinlaringiz, qarindoshlar, oila a'zolari nomlaridan tabriklab qoldilar. Salomat bo'ling. Ilohim barcha yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Ijozat bersangiz, sizga atalgan chiroyli bo'lgan tabriknoma adres xollari bor ekan, ruxsatingiz bilan uni ham o'qib eshittirsam maylimi? Assalomu alaykum qadrli qizim. Bugun mening hayotimdagi eng baxtli kunlardan biri. Sen dunyoga kelgan kun. Sen mening qizim, mening faxrim, mening qalbimdagi eng katta orzularimning ro'yobi bo'lding. Sen borliging bilan hayotimga quvonch, ma'no va chiroy olib kirding, qizim. Sening har bir tabassuming, har bir dadajon degan so'zing menga qanot, kuch va yashash zavqini beradi. Sen ulg'ayib, oqila, mehribona, bilimli odamlar qalbiga iliqlik ulashadigan qiz bo'lishingni ko'rib faxrlanaman. Bugun sening tug'ilgan kuningda Yaratgandan seni baxtli, sog'lom va orzularingga yetadigan qiz bo'lib ulg'ayishingni so'rayman. Sen mening qalbimdagi eng qimmat gavharimsan. Doimo shuni bil, otang seni cheksiz sevadi, doimo qo'llab-quvvatlaydi va yoningda turadi. Mehribon qizalog'im. Ilohim har jumla safarlarga ko'p bora borib yurishni Allohim o'zi nasib aylasin. Qizim, sen mening faxrim, mening ko'nglimdagi eng go'zal gullarsan. Hayotingdagi har bir kun shodlikka, kelajaging esa yorug' baxt va ezgu niyatlarga to'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sen bilan faxrlanaman. Tug'ilding-u bag'rimiz to'ldi, yuzimiz ham baxtimiz kuldi. Olam birdan chirog'on bo'ldi, jonim qizim, jahonim qizim. O'z tilingda so'zlab chirog'on, kulgularing bilan kuldirib, g'amlarimiz ortda qoldirib, baxtlar sochding bir donam qizim. Nimalarga tikilib qolding, nega buncha o'ylarga tolding? Kulding, so'ngra qovog'ing solding, bu dunyoda hayronim qizim. O'zim shohman seni erkalab, mayingina sochlaring silab, maynklangga osta bostimlab, jannat bo'yli rayhonim qizim. Balolardan asrasin egam, ey bugunim, ey mening ertam. Ko'zim nurli, qarog'im erkam, jonim qizim, jahonim qizim deya chiroyli bo'lgan tabriknoma adres xollari yo'l qoldilar. Ayni fursatda suhbatimiz loyihamiz tomonda yozib olinmoqda. Sizni ham o'z yaqinlaringizga aytardol so'zlaringiz bo'lsa, marhamat loyihamiz orqali bemalol yo'llashingiz mumkin. Salomat bo'ling. Ilohim barcha yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Qimmatli bo'lgan vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun Allohning o'zi rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kayfiyatda o'tkazing tug'ilgan kun shukronamlarni. Rahmat. Salomat bo'ling.
Ko'zlaringga borsam dardlarim ketar, sen va ukang borim menga yetar. Alloh bergan menga 4 muchasi sog', sardorim o'g'lim qizim xayrini sog'. Bobosini erkasi ona qizim, qo'yib qo'ygan yoshligim xuddi o'zim. Siz borsizki yorug'du undon bu yuzim, Alloh bergan omonatlarim. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor, bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor, bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Bormanki umr tilayman, baxtingga o'lguncha sherik bo'layman. Bobong bilan buvinglarni singari, ulg'ayganda rohating ko'rib yurayman. Umr o'tib borar sira to'xtamas, dunyoda go'zallar senga o'xshamas. Bir shirin so'zing dardimning darmoni, sizni yaxshi ko'raman dada desang bas. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor, bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor, bu hayotda chunki baxtimga sen bor.